Yo'l patrul xizmati hamda fuqaro o'rtasida aks etgan janjal allaqachon ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi va muhokamalarga sabab bo'ldi. Holat Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida yuz berganligi aytilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, haydovchi to'xtash mumkin bo'lmagan joyda turgan va bu holatni rasmiylashtirmoqchi bo'lgan yo'l patrul xizmati xodimiga qarshilik qilgan. YP xodimlariga bo'ysunmay qochishga harakat qildim. Keyin ular mashinadan tushirib olishgani sababli men jahlim chiqib janjallashib ketdim. Omma oldida kechirim so'rayman hammadan. Qaytib bu ish takrorlanmaydi. Yo'l patrul xizmati xodimining qonuniy talabiga faol qarshilik ko'rsatgan fuqaro O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 221-moddasi tartibida ushlanib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan hamda unga nisbatan Jinoyat kodeksining 219-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda holat yuzasidan G'uzor tumani prokuraturasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, yo'llarda tartibli harakatni kunning 24 soatida ham nazorat qilish uchun faoliyat olib borayotgan xodimlarga bo'ysunmas ekansiz, shunga o'xshash holat siz bilan ham yuz bermasligiga hech kim kafolat bermaydi. Shunday ekan, avvalo o'zingiz o'rnatilgan tartib qoidalariga amal qiling, shunda siz ham, xodimlar ham ovvora bo'lmaydi.